Delfin ovozini qo'yaman. Bu tozaga. Bu tugaydi hozir. Ha, mayli. Leon, tuz ekan bu. Katta tuz ku. Ha? Tuz ekan. Ya. Otel ichida 3 xil Otel ichida mana 3 xil urna bor ekan. Birinchisi для бутылок, для recyclable. Это отходы, не перерабатываемые. А тут бумага и все остальное. Перерабатываемые. Tualetdan tabzor qilib chiqaman keyin. Tuz ekan faqat qarag'ada g'alatiroq tuz ekan. Birinchi bor. Birinchi bor. Special princess. Доброе утро. Konnichiwa. Bizda olgan otelimizda priborlari. Aniq priborlar bor. Qo'suvlari bor ekan, belkalari. Kutmagandik. Oo. Nimadir savatchasi bor. Yaxshi. Navoiyda kattaroq skorovka bor ekan. Kaptaronas ham pishirsa bo'ladi. Yo'q, kattaroq odamlar yig'inchi. Ha, yo'qda bumagasi. Bumaga. Yana nimadir? O'ta muhim narsa, o'ta muhim narsa. Bor ekan. Stagallari. Tarelka, Zorlari bizniki. bilmagan. Böyle ishlamaydigan tarozi, murda feris. Ishlaydigan tarzdan yeferiz. Nega Firuz ishlaydi? Firuz yaxshi apparat. Kim edi? O'zbekiston texnikasi ham bizga Ha. modelga. Kachni chiqqan texnikalar. Saptatora. Apparatura. Bir tarelkani olsin, yo'q, tursin. Sarig'ini ham pishirib Mana men suv ichaman. Rus tuxumdan qilsangiz bo'lmaydimi? Xleb bilan. tuxumni go'zini qanchadan bergansiz? Orasiga olib yurasiz. Tasavvur qilib yeydi. Ya bu hozir tuxumi bormi o'zi? Mana cho't pishirdim teganda sol. Nega? Chunki Yaxshi oldi. Hop. Nima chaqirishmanga qo'ymang, iltimos. Hurmatli obunachilar. Второй день в Токио. Сегодня у нас по плану что? По плану City of Liberty, Сата Свободы, потом Дальше. Game Lab какой-то кеймлаб, и Гинза еще есть, Шибуя. Ну, это вечером. Вот. Всё. Ладно, все. Вот такие планы. Ну что, дальше больше кадры? Koreya ko'chalarida aylanayotganimizda mana sumo jangchilarini ko'rib qoldik. Bu yerda televideniya ham ko'rsatgan ekan. Bu sumo baytlarni asosiy ovqat ekani. Somaliga o'xshab shu ko'chada. Tokioning havosi yomg'irli. Ama da Ko'rim aylangan chiqdik. Yomg'ir ham quyib yubordi o'sha. Это только что сотрудник помог слепому человеку зайти и сесть в вагон. Вот это культура. Да. Har bir magazinda, do'konlarda, metrolarda unaqa Pekinda gazeta или shunaqa narsalar qo'yib qo'yishar ekan, xaritalar mana. Krossovka. Bu olish absolutno tekin ekan. Olasiz, ishlatib keturasiz buni. Qiziq. Imperator nima? Statua trans. Hozir ana Habuchikni
Stansiyani o'zini olib qo'ying. The next station is Takeshiba U3. ゆりかもめではご高齢の方、お体の不自由な方、 Так, мы пришли на одну из достопримечательностей Токио. Это статуя свободы. Вот она. Все, посмотрели, да? Yaponiya animelar shahar deyishadi-yu. Va o'shanga bir dunyo anime uchun figurkalari estalinglar. Men o'zim lично tushunmayman animeni. Lekin fanatlari bitta tushunsa kerak. Godzilla. Katta roboti bor ekan bularda. Bas anime shouda olsa bo'ladi. Anime shou bo'lar ekan. Ya. Oturmadimi? Boschi? Ya hazırlaştık. Çıkamadın mı? Biz mana sushi yegani keluvdik, lekin hamma yoq yopiq ekan. Hazırlaştım. Biz hozir sushi yegani ketyapmiz. Qanaqadir baliq bozori bor ekan, o'sha yerga borib hozir Agar ochiq bo'lsa, da baliq sushi yeymiz. Gigantskiy королевский краб. Ah, bu muz ichidami? Mana biz taksi chaqirdik. Bizani shofer aka. Yaponiyaning eng mashhur joylaridan bittasi mana. Legendarniy parkovka desa ham bo'ladi. Daikoko. Bu joyga biz absolutni tekinga keldik. Haqli mashinalarni ko'rasizlar. Mana bittasi.
Shovqin ko'tarish xolos. Прям hamma mashinalar yig'ildi почти. GTR deysizlarmi, Supra deysizlarmi, hamma modellar keldi. Haligacha kelib yotibdi mana. Mana yerda parkovkasiga keyingi mashina. Lambo. Mashinalar ko'payyapti. Soat 7:47 bo'ldi. Qarang ko'rsa 7:47 mana. Bitta Lambo anki Urus keldi, Lotus bor edi, McLaren. Bitta qizig'i biz shu joyga absolyutni tekinga keldik. Faqat yo'l kiraga ishlatdik bo'ldi. Hech qanaqa turmursiz to'g'ri. Mana bizda prosta mashinada aylanish yo'q. Atak. Bu yoqqa kirish absolyutni tekin. Driftli mashinalar. O'zgacha mashinalar ekan bular. Camaro, Nissan GTR. Mana bitta Piece of Art degan yana bitta Tokyo Extreme Drive. Bitta nimasi niyabishni bosib turgan ekan. Ko'rib boringlar. Goodbye's a bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again.